masalan sho'r suvni chuchuk suvga aylantirsa, shu kimyoviy reaksiya orqali iloji bormi bu narsa? Biror joyda tajriba qilinyaptimi shu narsani? Chuchuk suvga aylantirish uchun sho'r suvlarni oddiy kondensatlash reaksiyasi. Mana bizning suvlarimiz Buxoro suvlari, qattiq suvlar jumlasiga kiradi. Oddiygina distillyator asbobimiz bor. Distillyator asbobimizda biz uni toza suvga aylantiramiz. U fizik hodisaga asoslangan, qaynatiladi, kondensatlanib, bug'lari qayta kondensatlangan suvlar olinadi. Suv tozalanadi. Bug'lash orqali. Lekin inson iste'mol qilishi uchun kerak bo'lgan suv tarkibida minerallar bo'lishi shart. Minerallar bizani universal erituvchi sifatida suv organizmimizga faqat bizning chanqog'imizni qondiribgina qolmay, organizm mineral moddalarga bo'lgan ehtiyojini ta'minlab beradi. Shuning uchun suvning tarkibida kerakli miqdorda mineral moddalar bo'lishi kerak, ionlar bo'lishi kerak.